O'tinchining boltasi. Qadim zamonlarda chekka bir qishloqda bir o'tinchi yashar edi. U juda kambag'al, ammo qalbi pok, har qanday vaziyatda ham rostgo'y inson edi. O'tinchining bor yo'g'i bittagina eskirgan temir boltasi bo'lib, u har kuni tog'ga borar, tinmay mehnat qilib daraxt kesar va arang kun kechirar edi. Kunlarning birida o'tinchi o'rmon ichidagi daryo bo'yida katta bir daraxtni kesayotganda kutilmagan baxtsizlik yuz berdi. U bor kuchi bilan boltani urgan vaqtida qo'li sirpanib ketdi-yu, qadrdon temir boltasi yaltirab turgan daryo tubiga cho'lp etib tushib ketdi. U daryo tubiga tikilib qaradi, lekin bolta chuqur suv tubiga cho'kib ketgan. Oh, naqadar yomon ish bo'ldi. Hammasi tamom bo'ldi. Endi nima qilaman? Yagona boyligimdan ayrildim-ku. Unga hech qanaqasiga yetib bo'lmas edi. Boltasi bo'lmasa, o'tinchi ishlay olmasdi. Ishlay olmasa, o'sha kundan boshlab yeyishga noni ham qolmasdi. O'tinchi qirg'oqqa o'tirib olib, baralla yig'lashga tushdi. U tinmay yig'layotganida kutilmagan mo'jiza yuz berdi. Daryo suvi nurga burkanib, ko'pirib chiqdi va suv ichidan go'zal bir suv parisi namoyon bo'ldi. Suv parisi muloyim va sokin ovoz bilan so'radi: Hoy o'tinchi, nima uchun bunchalik nola qilib yig'layapsan? Senga qanday g'am tushdi? O'tinchi suv parisini ko'rib hayratda qoldi. Shunday bo'lsa-da, bor gapni rostgo'ylik bilan so'zlab berdi. Ey suv parisi, mening bittagina temir boltam daryoga tushib ketdi. Usiz endi ishlay olmayman, tirikchilik qila olmayman. Suv parisi jilmayib yana daryo tubiga sho'ng'idi. Birozdan so'ng suv parisi qayta namoyon bo'ldi. Uning qo'lida ko'zni qamashtiruvchi, yaraqlab turgan oltin bolta bor edi. Suv parisi so'radi. O'tinchi oltin boltaga diqqat bilan tikildi. So'ng sekingina bosh chayqab javob berdi. O'tinchi, sen tushirib yuborgan mana shu nafis yog'och boltami? Yo'q, suv parisi, u emas. Bunday nafis va qimmatbaho yog'och bolta mening boltam emas. U juda go'zal, lekin meniki emas. Suv parisi shunday deb yana daryo tubiga sho'ng'ib ketdi. Keyingi safar paydo bo'lganida qo'lida yaltirab turgan kumush bolta bor edi. Unda sen tushirib yuborganing mana shu kumush boltami? O'tinchi kumush boltaga qaradi. So'ng yana rostgo'ylik bilan javob berdi. Yo'q, u ham emas. Mening boltam ancha eski va oddiy ishlangan edi. Bu kumush bolta ham meniki emas. Suv parisi mamnuniyat bilan bosh silkidi va oxirgi marta daryo tubiga sho'ng'ib ketdi. 3-safar pari qo'lida o'tinchining har kuni ishlatadigan qirilgan va eskirib ketgan qadrdon temir boltasi bilan chiqdi. U holda sening boltang mana shu, to'g'rimi? O'tinchi o'z boltasini ko'rib, xuddi qadrdon narsasini topib olgandek baland ovozda hayqirdi. Ha, suv parisi, aynan mana shu. Bu mening qadrdon boltam. Rahmat sizga uni topib berganingiz uchun. O'tinchining zarracha yolg'on aralashmagan gapidan suv parisi juda hayratda qoldi. O'tinchi, sen juda halol ekansan. Sening bu rostgo'yliging uchun mukofot sifatida barcha boltalarni senga sovg'a qilaman. O'tinchi suv parisiga qayta rahmat aytib, uchala bolta bilan quvonganicha uyiga qaytdi. U boltalarni sotib boyib ketdi va baxtli hayot kechira boshladi. Ushbu rostgo'y o'tinchi haqidagi xabar tez orada butun qishloqqa tarqaldi. Buni eshitganlar orasida haddan tashqari ochko'z bo'lgan
boshqa bir o'tinchi ham bor edi. Bu ochko'z odam yomon niyatli edi. Ochko'z o'tinchi eng eski temir boltasini olib, rostgo'y o'tinchi aytgan daryo bo'yiga bordi. Hech kim ko'rmayotganiga ishonch hosil qilgach, boltani ataylab daryoga uloqtirdi. So'ngra haligi o'tinchiga taqlid qilib, soxta yig'i boshladi. Voy, menga kerakli bolta edi. Shunda daryo suvi ko'parib ketdi va avvalgidek suv parisi namoyon bo'ldi. Hoy o'tinchi, sen nega bunchalar nola qilyapsan? Sening ham boltang suvga tushib ketdimi? Ochko'z o'tinchining yuragi hayajondan duk-duk urar, o'titroq ovoz bilan javob berdi. Hamma buda. Men juda go'zal va qimmatbaho yog'och boltamni tushirib yubordim. Usiz endi ishlay olmayman. Suv parisi hayron bo'lib ochko'z o'tinchiga qaradi va daryo tubiga sho'ng'idi. So'ng esa yaraqlab turgan oltin bolta bilan qaytib chiqdi. Sen yo'qotgan bolta mana shu yog'och boltami? Ha, mabuda, o'sha. Aynan o'sha mening tushirib yuborgan boltam. Shu zahoti suv parisining yuzi birdaniga o'zgardi va g'azabga to'ldi. Ey yolg'onchi, sen kabi ochko'zga hech qanday bolta yo'q. Sen ko'zimga ko'rinma, yo'qol bu yerdan. U na kumush boltani va na ochko'z o'tinchi ataylab tashlagan temir boltasini qaytarib bermadi. Pari g'azab bilan oltin boltani olgancha suv tubiga sho'ng'ib ketdi.